man ba'zi qarorlarni qabul qilishdan qo'rqmayman va qayta o'zimni tanlashdan qo'rqmayman. Shuning uchun bu uzukka xayr deyman. Chamasi bir hafta oldin uzuk olganimdan xabaringiz bor. Bebaho uzugimni internet tarmoqlariga joylaganligim uchun rasmiy izoh berishni xohlayman. Uydagilarimdan va uydagilarimizdan uzr so'ragan holda bu munosabatlarni to'xtatmoqchiman. Uzukni oldim va orada masofa yuzaga keldi. Nedir kim kunlarning birida storiesga qo'ygan, lavzini qaytib olgan yigitlar haqida aytgan gapim bu insonga tegib ketadi va u insonni aytgan gaplari meni ichimdagi faktorlarimni, asab tizimim signallarini tutgan faktlarni qo'zg'ab yubordi. To'g'ri, men haddan tashqari kuchli inson bo'lishim mumkin, lekin bu men ayol bo'lishni yoki bo'lmasam kimgadir suyanishni xohlamayman degani emas. Shunchaki yonimdagi inson suyanadigan inson bo'lmagandan keyin ba'zi mas'uliyatlarni ayol kishi o'zini zimmasiga olishga to'g'ri keladi. Hech kim bir kuni ajralish uchun yoki ajrashish uchun munosabat qurmaydi yoki turmushga chiqmaydi. Shu jumladan menda ham xuddi shunaqa. Yonimdagi insonga ishonishni, suyanishni, u inson hayotdagi erkak roli qobig'iga to'liq tushishini men ham xohlayman. Lekin erkak kishini arazlab, emotsiyada aytayotgan gaplarini nazorat qila olmasligi, yozishmalarni o'chirib tashlab, ayol kishini blok qilib qo'yishini men hech qachon tushunmaganman va buni hech qachon tushunmayman. Ba'zida mayda faktorlar sabab ichkarida yig'ilgan emotsiyalar, haqiqatlar yuzaga chiqib ketadi. Bu inson bilan bizani diniy qarashlarimizni, misol uchun men qaysidir suralarni yodlab qo'yib tushib yotgan joyimda ba'zi narsalarga nisbatan ishonchsizlik va isyon meni g'ashimga tegishi tabiiy. Yana siyosiy qarashlarimizga to'g'ri kelmadi. Men ba'zi jarayondagi fikrlarni, ba'zi qarashlarni tuz yeb turgan tuzlugiga tupurish deb hisoblayman. Va qanaqadir qo'zg'alonlar, qaysidir voqealarni takrorlash yoki bo'lmasam arzimagan shunga o'xshagan qarashlarni o'zi ham insonni naqadar norozi kayfiyatda, insonni qul-qatvori va ichidagi og'riqlarini ochiq aytib turmaydimi? Dunyoviy fikrlar, qarashlar va qadriyatlarimizni turlichaligini aytib o'tirishni o'rni ham yo'q menimcha. Men shunchaki kimdir menga bo'lgan hissiyotlarini tanlay olmayman. Kimlardir o'ziga nisbatan ishonchini oshirish uchun meni samootsenkami, meni qarorlarimni, meni yo'llarimni kesib qisqartirishlariga imkon ham bera olmayman. Chunki bu yo'lga men juda katta vaqtimni sarflab bo'ldim. Men shunchaki bugun o'zimni tanlayman. O'zimni tanlaganimni, xavfsizligimni, qadriyatlarimni, xotirjamligimni, halovatimni, kelajagimni himoyalashni istashimni sizga ham aytishni xohladim. Men qachondir kimdir chiqazgan ishkalini orqasidan bir bidon ovqatni ko'tarib ketidan garshok tutib umrimni o'tkazish niyatim yo'q. Yuragimni hovuchlab, halovatsizlikda yashab kun kechirish niyatim yo'q. Eng yomoni men hozir yo'q bo'lishi mumkin emasligi ham o'ta ehtimollar nazariyasida turgan farzandlarimning kelajagini ham ayrim tipdagi insonlarga topshira olmayman va ba'zi turdagi insonlardan farzandli bo'lishni ham xohlamayman. Qanchadir muddatdan keyin bir insondan uzugini olganim hammani esidan chiqib ketadi, lekin o'zimni, kelajagimni, xavfsizligimni, hissiyotlarimni, xotirjamligimni, halovatimni yashashga bo'lgan haqqimni tanlaganim ko'pchilikning esda qolishini xohlayman. To'g'ri, hayot har doim biz xohlaganimizdek ketavermaydi, lekin qiyinchilik yo'llarida sog'lom fikrli, qarashlaringiz bir-biriga to'g'ri keladigan va umrbod asablaringiz xurmo-chaqaliqlarini ko'tara oladigan insonni tanlash muhim deb hisoblayman. Men yashashdan qo'rqmayman. Men ba'zi qarorlarni qabul qilishdan qo'rqmayman va qayta o'zimni tanlashdan qo'rqmayman. Shuning uchun bu uzukka xayr deyman. Hech bir afsuslanishlarsiz, hech bir ikkilanishlarsiz bu qarorni qabul qilganimdan xursandman.